Mavludaji, qurti tushgan nevrangiz shu bela? Shu mana katta bo'lib qoldi. Shu Smartich kompaniyasiga kelib, oqchoyni ichganman, zireniyamga deb garachi shokolad ichdik, yana dema kofe ichdik. Allohga shukr, zireniyam yaxshi bo'ldi. Zireniyamda boshqa zo'q, tizza, ko'p kasallarni yaxshi bo'ldi, Allohga shukr. Shuni baholasa mana nevaram garachi shokolad ichib, qurtlari tushdi, osoyishta tushgani yo'q. 2 kun yig'lab, qanaqa yumalab yig'lagan 2 kungacha. Keyin tushganda shundaqa to'piman tushgan. Katta uzun bo'lib ketgan qurtlar, to'p bo'lib tushgan. Og'zidan tushdi, murnidan tushdi. 1,5 yoshligida bansalarda yotganmiz. Dori ichgan, tabiblarning dorisini ichgan, tushmagan. Shunga o'sha mahalda 6 oylik, 7 oylik bolaga o'xshar edi. Kichkina bo'lib, qop-qora qanaqalari ko'karib ketgan, betida qizili yo'q, rangi yo oq emas, yo qora emas, shunday bo'lgan. Biz buni o'lib qoladi deb qo'rqqanmiz. Allohga shukr, shu shokolad deli choy, yana dema kofe sababchi bo'lib, o'g'limga aytmadim, yaxshi bo'ldi. Kelinimni immuniteti past edi, u yaxshi, mana bundan keyin ikkita bolali bo'ldi. Hammamiz oilaviy yaxshimiz, aptekani tanimaymiz.